Hurmatli do'stlar, bugun mana embriologiya laboratoriyasidan video qilyapmiz. Bundan maqsad embriologiya laboratoriyasida eko jarayonini asosiy qismi amalga oshiriladi. Demak, hozir sizlarga embriologiya laboratoriyasida nimalar joylashadi, qanaqa ishlar olib boriladi, shu haqida ma'lumot beramiz. O'zi eko jarayonlari bir nechta bosqichga bo'lib amalga oshiriladi. Birinchi bosqichi demak, ayol kishi va xo'jayini keladi, analiza topshiradi. Shu agar eko jarayoniga ko'rsatma bo'lsagina eko jarayoni boshlanadi. Demak, eko jarayonda asosiy qilinadigan ishlar o'sha ayolda birinchi o'rinda ultratovush tekshiruvi amalga oshiriladi. Ya'ni follikulalar miqdori, razmeri shular o'lchanadi ultratovush yordamida va undan so'ng gormon tahlillari olinadi. Gormon tahlillariga qarab reproduktolog shu ayolga stimulyatsiya uchun, ya'ni tuxum hujayralarini yetiltirish uchun gormonlar yozadi. 10 kun, 12 kun davomida gormonal stimulyatsiyadan so'ng o'sha yetilgan tuxum hujayralar OPO amaliyoti yordamida terib olinadi, hammasi. Punksiya yordamida terib olinadi. Mana bu embriologiya laboratoriyasi yonida mana operatsionniy blok joylashgan. O'sha operatsionniy blokda hamma o'sha yetilgan tuxum hujayralar terib olinadi. Bu yerda embriologlar o'sha tuxum hujayralarini mana mikroskop yordamida mana shu mikroskop yordamida XY amaliyotini amalga oshirishadi. O'sha jarayonda o'sha ayolni xo'jayini urug' analizi topshirgan bo'ladi. O'sha urug' analizidan embriologimiz yaxshi sifatli urug'larni terib, ayoldan olingan tuxum hujayralarida mana shu mikroskopda yordamida XY amaliyotini amalga oshiradi. Ya'ni har bitta tuxum hujayrani ichiga bittadan yaxshi sifatli urug' hujayrani kiritadi. U urug' hujayralarni kiritgandan so'ng mana bu inkubator deyiladi. Mana shu inkubatorga o'sha tuxum hujayralar va urug' hujayralar joylanadi. Bu yerda tuxum hujayra urug'lanadi. Embrion 5 kun, 3 kun, 5 kungacha o'sadi. Va o'sha 5 kungacha o'sgandan so'ng embrionlar muzlatiladi va keyingi oyga transfer jarayoni amalga oshiriladi. Ya'ni ayolning bachadoniga transfer qilinadi. Hozir bu jarayonni qisqa qilib aytib berdim. O'zi oralarida yana qo'shimcha ishlar bor. Ularni to'liq batafsil baribir embriolog reproduktologlar yaxshiroq amalga oshirishadi. Men faqat asosiy bo'ladigan jarayonni sizlarga tushuncha bo'lish uchun aytib berdim. Shunaqa holatda amalga oshiriladi. Bu embriologiya laboratoriyamiz. Bu yerda mana bundan tashqari mana tanklar joylashgan. Mana bu tanklarda mana ichida urug' hujayralari muzlatiladi, ya'ni kriokonservatsiya qilinadi. Bundan tashqari embrionlar. Bitta tank alohida embrionlar uchun, bitta tank alohida urug' hujayralari uchun o'sha muzlatib qo'yiladi. -190 gradusda azotda saqlanadi. Shunaqa. Shu jarayonlardan o'tgandan keyin og'ir holatdagi bepushtliklarda, demak, eko yordamida bemorlarimiz farzandli bo'lishi mumkin. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, ekoga muhtojlik bo'lsa, uzoq yillik farzandsizlik bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin. Raqam qoldiramiz, bizga murojaat qilinglar.